hamma yerda go'zal insonlar bo'lishgan. Har kim o'zini ilmi bo'yicha juda katta peshqadam bo'lishgan. Bu xuddi o'sha namoz o'qish, roza tutish qanday farz bo'lsa, o'zini mutaxassisligini o'rganish shunday farz deb tushunib harakat qilishgan. Ana shunda dunyoni lol qoldiradigan darajadagi ilmiy mo'jizalar musulmonlar olamidan kelib chiqqan. Har sohada buyuk allomalar yetishgan. Uzoqqa bormasdan mana shu bizni o'zimizni yurtimizni oladigan bo'lsak, dunyo hozirgacha tan beradigan buyuk hodisalar bo'lgan. Mana Xorazmda Ma'mun akademiyasi ishlagan deyilyapti. Akademiya degan narsa yo'q edi oldin. Bizda demak bu 1000 yil oldin bo'lgan. Ibn Sino, Farabiy, Beruniy, Xorazmiy, Ulug'bek va boshqa ulug'larimiz o'z-o'zidan osmondan tushib qolgani yo'q. Shu xalqning ichidan chiqqan. Xalq qurgan madrasalarda o'qigan, ustozlardan dars olgan, o'rgangan, sharoiti borligi uchun ilmini rivojlantirib dunyoga tanilgan. Har xil sohada, biri tib sohasida, biri jug'rofiya sohasida, biri dorishunoslik sohasida, biri matematika sohasida. Mana Xorazmiy matematikani, algebrani, shu aljabrni shu kishining nomidan olingan. Algebra degan so'z aljabrdan mana shundan olingan. Xorazmiy hozirgi kunni matematikasini nimasi otasi hisoblanadi. Xorazmiygacha 0 degan raqam bo'lmagan, 0. Odamlarning boshi qotib yurgan. Xorazmiy shuni ixtiro qilgan va butun dunyoni ishi yurishgan. Hozir uylarimizdagi bolalarimizga olib bergan kichkina kompyuterchalardan boshlab dunyodagi eng katta kompyuterlar Xorazmiyning harfi bilan ishlaydi, 0 bilan ishlaydi. O'sha 0 ning asosida hamma raqamlar aylanadi. Bunaqa narsalar, mana shu narsalarni demak musulmonlar yo'lga qo'ygan. Shuning uchun biz bu haqiqatni tushunib yetishimiz kerak. Tushunib yetishimiz kerak. Dinimizni talabi ekanligini bilishimiz kerak. Musulmonlik burchimiz ekanligini bilish kerak.